Oxirgi marta qachon ehson qildingiz? Aka, 1 minutga mumkinmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oxirgi marta qachon ehson qildinglar, aka? Oxirgi marta Kecha. Aka, 1 minutga mayli so'rasam. Assalomu alaykum. Charchaysizmi? Tuzumsiz. Oxirgi marta qachon ehson qildingiz? Ehson. Oxirgi marta qachon ehson qildingiz? Juma kuni 86 53 Mashinaldan o'tganga har xil hisob qilib ketishim. Juma kuni. men 3 kun oldin qildim buni. 3 kun oldin. Bugun Siz qachon qildingiz oxirgi marta ehson? Sizchi? Yaqindan siz Ehson qildingiz, a? Oxirgi martami? Shu yaqinda. juma kuni mozorda. kecha. Ha. Aka, yana bir imkoniyat. 3-aprel kuni Al-Hadiyam xayriya fondi bilan birgalikda ehson tashkillashtirilyapti. Nogironligi bor, qiynalgan oilalarga ehson qilinyapti. Ixtiyoriy o'z hisobotingizni qo'shishingiz mumkin yoki yaqinlaringizga tavsiya qilishingiz mumkin. Instagram, Telegramda Al-Hadiyam deb yozsangiz ma'lumotlaringiz chiqadi. Rahmat kattakon. Charchamang. Vaqtingizga rozi bo'ling.